14-yanvar yaqin hozir sizga sovg'alar tanlash imkoniyati berildi. Oq naski yoki jigarrang naski? Jigarrang naski. Jigarrang naski yoki qizil naski? Jigarrang naski qizil. Jigarrang naski yoki ko'k naski? Kiyimga qarabdi, endi ko'k. Temный siniymi? To'q ko'k. To'q ko'k. To'q ko'k. To'q ko'k naskimi yoki bir pushti naskimi? To'q ko'k. Pushti sal ko'kroq bo'lmaydi-yu, baribir endi. To'q ko'k naskimi yoki sariq naskimi? To'q ko'k yaxshiroq tursa kerak. Sariq yarki bo'lib ketadi. To'q ko'k naskimi yoki qora naskimi? Qora naski. 14-yanvar uchun bemalol qora naski olsanglar bo'ladi. Mana ayollar uchun lifehack. Yo, savol sal qiyinrog'ini olib kelmading-mi? Naski haqida ko'kmi, qorami? Qiyinroqmi? Ha. Qiyinrog'i? Ha. Bo'ldi. Oldi yirtilgan naski yoki tomoni yirtilgan naski? Savollar yirtib qo'yagan savol. Videoga like bosib, obuna bo'linglar. 14-yanvarda kimga sovg'a bermoqchisizlar? Qobil aka, tashlab qo'yinglar.